Kontaktingizda qaysi eng mashhur odam telefon raqami bor? Kontaktingizda qaysi eng mashhur odam telefon raqami bor? Mashhur odam yo'q. Kontaktingizda qaysi eng mashhur odam telefon raqami bor? Siz bloger bo'lsa. Yo'q. Siz 2 marta ko'rsatadi. Voy, bu anu bolayu. Kontaktingizda qaysi eng mashhur odam telefon raqami bor? Kontaktingizda qaysi eng mashhur odam telefon raqami bor? Bu bolani ismi davlat deb boshlaganman. Bu bola akasiga telefon qilib bergan. Oldindan muzni sotgan. Muzni ham sen sotdingmi? Kontaktingizda qaysi eng mashhur odam telefon raqami bor? Onamni. Kontaktingizda qaysi eng mashhur odam telefon raqami bor? Telegramimda bor. Sardargo. Sizni Kontaktingizda qaysi eng mashhur odamning telefon raqami bor? Nishon Isayeva, jurnalist. Renessans TV'da oyna tok showsini olib boradilar. Siz taniydingizmi? Hozir ular bilan video yozib qilamiz. Agarda video vizitda siz bilan gaplashsalar va sizni tanishingiz bo'ladigan bo'lsalar gap yo'q. Qo'limdagi post sizga bo'ladi. Gap yo'q. To'g'risi biz tanimadik, lekin televideniyadagi odamlar bilan yaxshi tanishadi va sovg'a sizniki. Salomat bo'ling, charchamang. Aytgancha, agarda bu video 50 mingta like yig'adigan bo'lsa, men sovg'ani yana ham kattalashtiraman. Shuning uchun hoziroq like bosib qo'yinglar.